Dada mashinangizni sotsa nechi pulga ketadi? $30,000 ketadi o'g'lim. Bir urib 3,000 ga ham ketmaydigan qilib qo'ydi. Hazzalar ko'randa sen meni qo'lga o'ran qilasanmi? Evet, kitabre. O'la qo'rqitording. Dada jo'jalarga suv beraman deb benzin berib qo'yibman. Xudoy chiqib tinchlik bo'lsin-da. O'zlari kunda jo'jalaga nima bo'ldi keyin? Dada jo'jalaringiz benzin ichgandan keyin qisa anomal issiqda reaksiyaga kirishib, olov purkayapti. Drakon bo'lib qoldi jo'jalaringiz. Bu zarar kunda jonidan jah to'ydirdi. O'lishga qo'ysa nechi pul ketarkin-a? Kattalardan hech kim yo'q ekan, middan kelish shekilli. Kim bor, qarab boringlar. Dada gazdan kelishdi. Keling. Yaxshimiz. Dada meni to'kurdi. Ha, zarar ko'rgandan yana nimani boshlading? Yangi olgan elektromobilingizni transformatorda zaryad qilaman degandim. Transformator portlab ketdi. Elektromobilingiz ham bang portlab ketdi. Keyin hali urushtirib yurgan dakan xo'rangiz bor-ku, uni ham to'kurdi. Jonimga chiqib ketding sen zarar ko'rganda. Buqoy!